Ovqat zo'r bo'pti. Shotni berib yuboring aka, shotni. Ona, mazangiz bo'lmay qoldimi? Hozir yetib boraman. Mashinani urib oldim. O'zingni ishlasa qilmadimki, hozir boraman-da. Kreditni ertaga to'lasam ham bo'laveradi aka. Voy, bo'ldi, shart emas, o'zim to'layman aka. Kartani aytib yuboring, kartangizni tashlab bering. Biz ham to'lardik. Ha, bilding, rosa to'laysiz ekan, bilding. 7 dinarga yetkishding, birorta PlayStation'ni bilmaysan ekan. Agar shotni aytib yuboring, necha puldan tushibdi? Ona, mazangiz yo'qmi? Hozir yetib boraman. Uyga suv toshdi. Nima uyga o'tib ketdi? Bo'ldi, o'zim to'layman, bo'ldi aka. O'zim. Maqurtabni ham qo'shib olaylik. Aka, mana shu tushib olamiz. Alo, ona, bo'ldi, mana ketyapti. Ya tushib ketishyapti, pulini ber. Men to'layman aka. Bitta narsaga tushunmayman. Nimaga doim shularga siz to'laysiz? Chunki men dadam Rossiyada, ana Milliy Pay degan ilovadan pul tashab turadi dadam. Ya, meni ham akam Rossiyada. Как раз Milliy Pay Rossiyada ishlayotgan, yashayotgan o'zbeklar uchun chiqarilgan ilova. App Store'da ham bor, Play Marketda ham bor. Asosiy vazifasi Milliy Payda Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazish. Rossiyadagi istalgan bank kartasi orqali O'zbekistondagi Humo, Uzcard, Vizaga tezkorlik bilan pul yuborsa bo'ladi. Rossiyadan turib kommunal to'lovlar, endi svet o'chib qoldi, gaz o'chib qoldi, yo'q, ashitdan to'lab qo'ysangiz ham bo'ladi. Rossiyada ham ishlatyapti. Rossiyada turib O'zbekiston fuqarosi pasporti bo'lsa bo'ldi. Rossiya sim kartaga ham registratsiya qilsa bo'ladi. Milliy Pay zo'rda hamma Rossiyadagilarga ayting, Milliy Pay o'rnatib olsin. Xo'p. Dadasi, pul bering. Xotin, meni pulim yo'q-da. Doim menga yana pulingiz yo'q bo'ladi. Akalar, nima rostdan xotinlarga kelganda pul tugab bo'laveradi? Milliy Pay, milliy kurs, milliy ishonch.